9-qism. Kamardaşlarım bara mening jimjitligimga, unsiz xotir yozishlarimga, o'zim bilan unsiz so'zlashlarimga ko'nib qoldi. Ular meni oshiq deyishidi. Mening oshiqligimga o'zlaricha ta'bir berishidi. Ularning ichidagi oshiqlikning ta'mini tetib boqmaganlar menga qarab havas qilishidi, hasrat chekishidi. Demisimi oshiq bo'lmagan odamni odam degil bo'ladimi? Gayda hammasiga oshiqlik o'tini sog'aysan ilohim deb ular uchun tilak tilayman. Ular mening xushim tutsa aytib beradigan uzundan uzun hikoyalarimga amroq. Kishilarning nazarida jinoyatchi deb qaraladigan bu yerdimi jinoyatchilik nomeri bilan otiladigan kamerning sovuq tomlariga qarab ko'p osmonda parvoz qilayotgan qushlarni soatlab xiyol qiladigan ashu kamerdoshlarim menga borgan siri suyimlik bilinmoqda. Senmi meni jinoyatchi deb qarasanmi? Qadrlikim, charchabdiman. Tağamdan ayrilish menga bakmi ig'ir keldi. Shunga tağam haqida uzundan uzun so'zlab ketdim. Yuragim og'riyotdi. Seni bir qatim ko'rib olib, nim bo'lsam mayli etdi. Buni bilasanmi? 2002-yili 9-oyning 20-kuni. Bugungi emgak hammaylarga ig'ir kelgan bo'lsa kerak. Kamerdagilar baldurlar oromga tushgan edi. Menmi o'xshashlar harg'an edim. Lekin tushdan burun turma boshlig'i ishxonasiga chaqirtib, jazo muddatdan burun tamomlaydiganlar qatorida yo'llandim. Biror masala sodir qilib qo'yma, ha? degan so'zi qaytadan quloq tubimda jaranglab, mening harg'inligimni allaqayoqlarga elib ketgan edi. Xuddi atila bu yerdan chiqib ketadigandak bir xil tuyg'u, shirin intilish uygilarimgacha shodlik yamartib, hayajonga solmoqda edi. Kamerdagi hamrohlarim tatliq uyquga ketgan. Mening baldura qaytadigan ishimni anglasa, ular xushal bo'larmi? Bo'ladi. Cho'qim xush bo'ladi. Hammasi mard nimalar. Ular haqida sana tafsili deb bergan edim-ku. Ularning bu yerga kirish sababini anglasang, ixtiyorsiz echinasan. Ularni jinoyatchi deb atag'un kelmaydi. Hammasi ashu turmushning g'ami, nodonlikning dardi. Hammasi har yurtdan kelgan bo'lsa-mu, tiniqi bir, yuragi bir. Ularning armonlarini anglasang, ixtiyorsiz kulib tashlaysan. Orqadallah ko'zlaringga yosh keladi. Bilaman. Ularmi menga o'xshash har bir tushida ko'k osmonni tushaydi. Mushu yerda turib, ota-onalari ham farzandlarini u olamga unsiz uzitib qolganlarning yuragida qetib ketgan jarohatlarni ichib etmaslik bu yerdagilarning o'zaro qilish oladigan eng chong yordamimiz bo'lsa kerak. Hayotimning quvvati, ey oq pattirim, uzun bo'ldi. Menmi sana burunqidek jiq gaplarni qilib berolmaydigan bo'lib qoldim. Bu xotiraga nimalar yozilib ketdi ekan deb oralab varaqlab boqaman. Gayda o'zimning yozganlardan o'zim hayajonlanib, ixtiyorsiz yosh to'kaman. Nurg'un kishilar oyning 15 yo'ruq, 15 qorong'u deb o'ziga tasalli berishib, hayotning ko'ngilsiz taraflaridan o'zini qochirishga tirishadi. Azap ichida turib, mangu nisb bo'lmaydigan xushallikni kuylab, o'zlarini oldirmoqchi bo'lishadi. Menmi uningdan mustasno emas edim. Lekin hozir ishonmas bo'lib qoldim. Menga o'xshash nurg'un odamlarga oyning qorong'u kunlari ko'proq taqsim bo'lgan bo'lsa kerak. Cheksiz qudrat va muhabbat bilan yoritilgan jonni xor qilib o'tgan odamning qandoqmi u dunyoligi bo'lsin. U eshikdan suran selib kirasan. Bu eshikdan qadamlaringni orom yurkab, jimmida chiqib ketsan. Ashu bir qadam oraliqda o'zingga shunchalik maftun bo'lasanki, ko'zingga hech nima ko'rinmaydi. O'zingdan shunchalik bezor bo'lasanki, o'zingning dorig'i esib, olamga sazoy qilmoqchi bo'lasan. Hayot sirliq afsullari bilan seni o'ziga shundoq chambarchas bog'lab yetadi-ki, yo uningga nafrat o'qini atanmaysan, yo sevgi bilan adoqicha quchoqlay olmaysan. Ya adovat xanjarlari bilan uning seni yutib ketayotgan to'lqinliq chochlarini kesib tashlamaysan. Ya uning olrang bag'riga oppoq ko'kraklarini yoqolmaysan. Shunga men hayotni jodugar dedim. Bu jodugar seni yo ketemas, yo kechamas qilib qo'ydi. O'lay debmi o'la olmaysan. Yashay debmi xotirjam yashayolmaysan. Yerimdagi hamroyimning nima deb jo'ylaydigini menga yodi bo'lib ketdi. U o'zi so'yib olgan ayolini uttirib etgan.
ayoli bu xo'rliqqa chidamay o'lib olgan. U ashu vijdon azobida o'zini ma'lum qilgan. Uxlab yetibmi, u o'ziga sot ochdi. Bir qadam, ashu bir qadam deydi tushida doim cho'y. Bu kichkina qimovoz qandoqmi bu hayotning qimorlariga ora tura olsin. Menmi bu hayotimda utib boqmadim. Kichkina umrimning 4-5 yilini sargardonlikda, 6-7 yilini bu yerda o'tkazsam, yana kulib yoshg'adek imkonlarim bo'larmi? Mana, ko'zni yumib ochguncha bu yerdami 5 yildan eshibdi. Dastlabda kun oylar emas, minut sekundlarcha sanab, hisoblab o'tkazgan edim. Keyin sanab hardim, sanab ozdim. Biroqla unutdim. Pinhonda sızgan senin rasmingni yo'g'ontib, kamerning 4 temiga, to'rislargacha esib etdim. Shundaqla qarasam, sen illiq tabassum bilan tursan. Jenim yayrab, qaytadan yangi bir kunni kutib olishga intilaman. Xotirjam bo'l. Sening rasmingni mendan boshqa hech kim ko'rolmaydi. Hech kim. Balkim senmi shuncha yillardan buyon nurg'un riyozatli kunlarni o'tkazgansan. İnsan hayoti teptinich bo'lmaydi oxir. Chekanga oqsanchilg'andi. Kitob xumar chiroyli ko'zlarim to'g'rishadigan bo'lib qolgandi. Hayot bo'lsang, balduroq dam ilishni g'imida yurgansan toyliq. Bolalarımni oliy maktabga kirib bo'ldi aqcha. Meningmi bir qizim borligi esingdimi? Cho'qim esingda. Kechirgan. Esingdimi deb so'rabdim men. Sening har yili uningga tug'ilgan kun so'g'ida avatib turayotganligingni Alfira orqali bilib turmasam kashki. Sen uningga 2 hafta ona bo'lgan eding. Lekin onalik mehringni ta hozirgacha bir kunni o'zib qo'ymadim. Beshimga kun tushib, nima qilarimni bilmay qolgan o'sha kunlarda sen menga yordam qilmoqchi bo'lding. Do'stlik qo'ling bilan qo'ydim. Men shu chaqda sen uchun nima edim? Nima edim? Eshitdim. Ataş to'g'ri kelsa, do'stim edim. Sening bag'ring nimancha yumshoq, ko'nglim nimancha oppoq bo'g'iti deyman. Keyingi kunlarda sen mening kuyayotgan vujudimdan sen uchun echildirgan oppoq, qip-qizil atir gulimni ko'rdim. Men sen qizimning g'amini yeb, mendan yoshirin, uning uchun kinishga bejirib, pul qo'yib bermoqchi bo'lganingda, ondan men o'zimning sendeki baxtimni tunji qitim his qildim. Men sening yordamingni emas, ruhingdagi menga faqat mangli qartib echilgan ro'jaklarni ko'rib yetgan edim. Men sana cheksiz tashakkur etdim. Sening qalbingdan kichikina bo'lsa-mu o'rin olganligimning o'zila menga yetarlik edi. Sen menga muhabbat bilan baqalgan ashu chaqlar, ashu kunlar mening eng baxtiyor kunlarim, eng yorug' kunlarim edi. Shu kunlar seni naqadar seg'inganimni bilamsan, ey suyimlik farishtam. Bilmaysan. Ehtimol meni unutibmi qolgansan? Yo'q. Unutishingga yo'l qo'yolmayman. Unutishingga ishonmayman. Hargiz ishonmayman. Men o'zimdanmi qizg'anib turib aslaydigan shu chog'ni doim o'yimdan neri qilmayman. Lekin nemishqidir hozirgacha xotiramda biror qitimmi tiliga ep boqmadim. Yezishga navbat kelmadimi? Yo'q. Yozg'im kelmadimi? Yo'q. Azoblanishdan qo'rqibmi? Yo'q, teximmi yo'q. Bilamsan suyimli qizli gulim. Men u baxtli minutlarimni qalbimning bilib qolishidan qizg'andim. Xotiramning osiylik qilib qo'yishidan tashvishlandim. Ashu chaqdagi hamoqatlikim uchun bu so'g'uq tomlarningmi masxir qilib kulishidan qo'rqdim. Lekin bugun bu aslimini ikkimizga mansub bo'lgan ashu o'chmas daqiqalarni qalbimga topshirdim. Men bu so'g'uq xonaga mahkum bo'lishdan 1 yil avvalgi avgustning 1 kuni edi. Chaqirg'i apparatimga kirib qolgan Urumchining bir nomeriga telefon berdim. Sen ekansan. Meni kira qilib Urumchiga kelib qolgan bo'lsa deb chaqirg'i qilgan edim. Men hech nima demasdan sening qachon qaytadiganligingni, qaysi mehmonxonaga tushganingni so'radim. At qaytar bo'lsa, atikchi bosamma hisob. Aşı vaqtda kallamga kelgan shu inkasga bo'ysunmay amalim yo'q edi. Sana hech nima demedim.
Shuncha vaqtdan beri meni balani o'z ota-onasi baqqanga yetmaydi. Ayolingiz bilan yarashib eling deb mening bir berib ko'rishib kelay degan o'tinishimni rad qilib kelganing uchun borman desam yana qo'shilmasligimdan qo'rqqan edim. Bekatga berib Urumchiga mangdigan yo'lovchidan ikkini deginni elibla saldim-da yo'lga chiqib ketdim. Ketyapman. İki tarafımdaki cheksizlikka esilgan rasmning mashinamning motorini tenimsiz harakatlantirib boratdi. Sahar soat 3larda men sen tushgan mehmonxonaning oldiga kelib mashinamni to'xtatdim. Sening qaysi yotoqda ekanligingni so'rayapman. Yana kelib yolg'izmi yoki oxirini o'ylashga petinamadim. Faqat tong so'zlib mehmonxona xizmatchilari ishga tushishga boshlagandilar muhim ishim borligini kechidan saqlab turganligimni deb yurib, sening qaysi yotoq tizimlatganligingni oram deganda biladim. Bir odam degan xatni mulozimatchining ko'zidan tezroq ko'rib olgan ko'zlarim tos qoldi. Shu yerdala xushalliq yoshlarni to'kib sog'dim. Men sirtqa chiqib noshtilik oldimda mehmonxonadagi yotog'imning oldiga yugurgandek keldim. Nada undan oson ish bo'lsin. Ishni chekamay, tirnoqimni to'plab, necha minutgacha nima qilarimni bilmay turib qoldim. O'tgan har bir minut men uchun to'liq qimmatli edi. G'ayrat qil Zehro. Shuncha yiroqdan eshik tubida turg'ili kelmagansan. O'zimga shundoq madad berdim. Qo'llarim titrab turib eshikni ochdim. Kim degan yiqimliq ovoz uchib chiqqanda vujudim titrab, o'zimni to'liq ojiz, bakmi ojiz sezdim. Tova. Butun suruq bir arg'usan. O'zingni mazmut tut ey odam. O'zimga shunda xitob qildim. Eshik ochildi. Qip-qizil ko'ylak kiyib olgan sen bir quchoq qizil guldek oldimga yeyilding. Ko'zladi. Bir necha daqiqa ichidagi hayronlik va hayajon har ikkimizni bu yerdan ayirib tashlagan edi. Kirsam bo'lamdi. Men sening texchi ishikni qiyo echib turgan qo'llaringga qarab kulib qo'ydim. Bo'ladi. Sen huduqib, tamtirab, nima qilaringni bilmay qolgan eding. Titraydigini mal emaskanman, dedim ichimda. Sening texchi hayronlik ichida qilayotgan tatli qiliqlaringga qarab maslikim kelib. Tinch aman turdingizmi? Sizni atdiganda uyg'otib etmagandiman, ha? Yo'q. Men burili uyg'onib ketgan. Siz qachon keldingiz? Qandoq bo'lib kelib qoldingiz? Tunugin u gapni qilmagan-ku. Ha. Men kech soat 3 ga kelgandim. Mashinada saqlab o'ltirdim. Tunugin sizga desam, kamman deb turib olatdingiz. Shunga. Nemishqa endi kirdingiz amsa? Toz charchagansiz, ha? Nima deb kelib o'g'itdingiz jabbat tatib? Nima deb keladiganligimni texib bildirib olamayotman shu. Men sening ko'ynagingdek qizirib ketgan yuzlaringga qarab shundoq dedim-da, o'zimni sezmasdan qizirib ketdim. Yuz ko'zlarim o't olgandek qizib ketyotdi. Sening shunchalik ma'sum, shunchalik omoq tikilib qarashlaring tenimni jo'g'iltib, meni oldinga berishga undaydi. Yuzingizni yuvib eling, toza charchagandek qilasiz. Yarim soat ko'zingizni yumib olamsiz-ya. Sen nima qilaringni bilmay qilayotgandek bir xil tarzda tamtirab qolgan eding. Butun turqing cho'chib turgan ohuni eslatdi. Men g'ayratimga kelib oldinga bordim va untinsizla yumran issiq qo'llaringdan tortib seni bag'rimga bosdim. Yuragim allaqachon yuragingga eqib bo'lgan edi. Biz xiligacha ashu holatda jimjit turishdik. Chashlaringni purdim. Aquninkidek oppoq bo'yinlaringga cho'g'dek lavlarimni bosdim. Mushunchalik bir fursatni qanchalik betoqat bo'lib kutdim, ha? Seni qo'yib bagim yo'q edi. Nafaslar, ko'zlar, yuraklar bir-biriga sir aytishyapti. Sizni qanchalik suydiganligimni bilamsiz? Bilaman. Naqadar sig'inganligimni bilamsiz, jinim? Bilaman. Siz-chu. Men sizni sig'inganning 100dan birichilik sig'insangizmi,
Мен шунаға разы болыман. Мені ашунчылык болсымы, сегіндіңізмі? Сән үнсіз тұрып, мәңізімге от бүркіп тұрған левеңні тәк көздің. Көзлерімге ғыллыды яш келді. Отлық левең юрекеңнің тевешлеріні еткізген еді. Çanaqlarımni sana kösetmeslik üçün seni qaytadan bağrımga bastım. Senin o çanaqlarında lıqqıda yaş ba idi. Biz aşundaq turub ünsüz sırdaşdık. Ləvlərimizdən visali üçün söyümlük gözlərimiz özünü daldığı aldı. Qadirlikim, şu tapda aşu dəqiqələ təkrarlanıvatqandək hayacanlanıvatımən. Qollarım titrəvatıdı. Aşu şirin minutlarını ömürlük xatırı qısın dəb, Tәңірім bizge hediye qilgan ekan asli. Көз алдымыздан бүтін алем g'oyib bo'lgan ashu daqiqada men haqiqiy ma'nodagi muhabbatning qudratini his qilib yetgan edim. Ayolning ulug'ligiga, ayolning qudratiga bosh egmay turolmadim. Tanla erib, vujudla larzaga kelganda sen ko'zlarimga tikilib turib, "Mushiyagichi bo'lsin" deb o'tinding. Qo'llarimga so'yib turib, apu so'rding. Pak bo'lmagan tuproqda söygü gülleri xazan buludu. Muhabbet qo'shilish emas, eng muhimi ruhning birligi. Deding meni qoyil qilish uchun. Men so'zlaringga qandaqmi qoyil bo'lmay, o'tinishlaringni qandaqmi yedi qo'yay. Ashu chaqdagi hissiyotim shundoq edi. Lekin bu yerga kirib qolgandan buyon, bu so'g'uq xonada o'ltirib, ashu daqiqalarni har bir aslasam, sening bilan endi ko'rishish nisb bo'lmaydiganligini o'ylasam, ashu chaqda o'tinishlaringga boqmasam, menga nafratlik qarab qilishingdan qo'rqmasam bo'ptikan deb o'zimni hamoqatlikda ayblayman. Bundaq desam ranjima. Sana bo'lgan seg'inish meni ashundoq quturdi. Amaliyotda sening ashu chaqda o'zingning qapaslarini cheqib tashlab, yuragimning so'qishlarini anglab berganingning o'zila men uchun butun bir shaharni olqinimga tutqizib qo'ygandek katta ish edi. Esandimi? Biz shu kuni bog'chaga bordik. Sening talabing bo'yicha yaqin do'stimni elib oldik. Uchimiz bog'chadagi o'yinig'idek o'yinlarning hammasini o'ynadik. Bizning qiliqlarimizni ko'rgan odam bizni hargiz o'zini to'xtatgan odamlar demaydi. Biz qaytadan ballig'imizga qaytgan edik. Muhabbat bizning ballig'imizni qaytarib bergan edi. Sening har bir harakatlaringni ko'zimdan neri qilmay, aniq xotirlab olishga tirishdim. Biz ashu o'yin orasida birdam o'ltirib dam olganda, men sana yana bir qitim turmushimizni yangidan billa boshlashni aytdim. Sen yanada qo'shilmading. U yotdan qizag'an yuzlaringda bir xil nozliq qiydash aks etib turadi. To'y qilishimiz mumkin emas. Siz endi meni saqlamang. Turmushingizni qaytadan o'rlashtiring yoki qizingizning opasi bilan. Bo'ldi. Demang endi. O'zimni tuymayla seni silkabatdim. Bunun üçün hozirgacha azoblanaman. Sen shu chaqda yosh qaplagan ko'zlaringni bir nuqtaga tikkiningcha unsiz qarab o'ltirgan eding. Meni afu qiling. Men takror dedim. Sizni baxtli deb qaragan bo'lsam, men muhabbatimni bir umr yo'shirib ketgan bo'lardim. Lekin undaq emas bo'lib qoldi. Sizmi turmushning yukini zo'r qilib ko'tarib ketyapsiz. Muqim xizmat o'rnim bo'lmasimi? Menda sizni bir umr so'ydigan yurak bor. Esingizda bo'lsin. Men endi o'ylanmayman. O'ylansam sizga o'ylanaman. Men o'ylanmagan vaqtlarimdan tortib sizga kuyib kelyapman. Amalsiz bir qitim o'ylandim. O'zimni ham uni baxtsiz qilib qo'ydim. Endi undaq bo'lishi mumkin emas. Yilg'u 2 bolangiz ekan, 4 bolangiz bo'lib ketsa-mu, siz bilan, faqat siz bilanla to'y qilib yashasam deyman. Bilamsiz, siz men uchun mangu qiz. Qiyirmas, sulmas farishta sifat bir qizsiz. Men sizning dashtingizdagi bechora oshiqman. Sizning mangulik oshiqingiz men jenim. Men qo'lingni tutib turib, ash so'zlarni degan vaqtimda sen shalpardek qizarg'iningcha munchoqdek yoshlaringni to'kib yerga qarab o'ltirding. Birdan atrofga cho'chib qaraytding. Menmi o'zimning gapidan o'zim ta'sirlanib ketgandek ma'yuslanib qolgan edim. Bilaman. Hammani bilaman. Sizni azoblab qo'ydim. Shuncha yillardan buyon meni qadrlab, so'yib keldingiz.
Sizning bu muhabbatingiz meni bekmi ta'sirlantirdi. Qarab baqamiz. Taqdir rasli beshimizning qo'shilishini nasib qilsa, bir-birimizdan qechibmi qutlanmaymiz. Shuncha yillardan kutib keldingiz. Yana bir mazgil kutaylik. Seni shunchalik bir gaplarni deb o'ylamagan edim. Xushalliqdan qin-qinimga patmay qoldim. Seni egiz ko'tirib olib, pirqirtib qo'yib bayim keldi. Lekin unda qilolmaydik. Sen bergan ashu kichikkin umidningmi menga olamcha xushalliq bag'ishlaydiganligini sen tasavvur qilolmayding. Bizning bir kunimizmi tezli o'tib ketdi. Sen qaytadigan bo'g'achqa seni bekatga ochqib yo'lga sap qo'ymoqchi bo'ldim. Ayrilish qanchalik ig'ir, ha? Demimiz ishimizga tushib ketgan edi. Nima amal? Sen avtobusga chiqding. Men sirtqa chiqib, mashinamning ichida o'ltirib, sen tushgan avtobusning qo'zg'alib chiqishini kutdim. Yuragim beg'ishidan uzilib ketadigandek og'rimoqda edi. Seni o'zimni opirib etsam bo'lmamdi. Nimish shunday qilmadim? Kallamga chaqmoqdek kelgan shu xiyol bilan mashina aynikidan bekat ichiga qardim. Sen bekatning oldida titib bo'g'iningcha uyon-buyon qarab turatding. Men signal berdim. Tuyg'un yurak, muhabbatli yurak. Sen bir qarabli ko'rding va yugurib kelib mashinaning orqasiga chiqib o'ltirding. Ko'zlaringdan taramlab yosh to'kilyotdi. Men yaningga chiqib o'ltirdim. Biz qo'llarimizni mahkam tutishgancha bir necha minut jimjit o'ltirishdik. Qiyomat. Endi menga avtobus hazırlik qo'zg'aldi. Sen shundoq deding, ham mangmoqchi bo'ldim. Qo'llaringni qo'yib etgim yo'q edi. Men qo'llaringga suydim. Har bir barmoqlaringga qiyolmaslik ilkida mehrim bilan suyib chiqdim. Men o'zim opirib qo'yay. Hozir mush mashinada yo'lga chiqaylik. Avtobusdagi narsalarni yondirib kelam. Men keskinlik bilan shundoq dedim. Lekin sen qo'shilmading. Kechadan yo'l yurib, yana yo'l yursangiz bardoshlik beramaysiz. Siz avval obdan aram yilib, ondan qaytib ketding. Mashinaga odam segib olishni unutmang. Uyingizdagilarmi yo'lingizga qarab turganda vaqtcha. Meni opirib qo'ysangizmi? Aman shundoq ayriladigan gap. Sen mashinadan ayrilding. Yugurgandek bekat ichiga kirib ketding. Orqaga tortishib turgan qadamlaringni tasdi boshqarib ketayotgan gavdang menga butun olamga yeyilib ketayotgandek shundoq zo'r va go'zal ko'rinadi. U ko'rinishlar o'zim sizgan rasmingning qat-qatiga yo'g'rilib ketdi. Hayotim, senmi shu chog'ni eslamdigansan, seg'inamdigansan. Bilaman. Senmi cho'qim seg'inding. Aşık məşuqlarning yuragi tuyg'un bo'ladi. Sening har minut meni yod etib kelayotganligingni, yo'limga talmirib turayotganligingni bilaman. Mening nada, nima qilayotganligimni bilamay, zar bo'layotganliging menga oyoq. Sabr qilgin jinim. Bu kunlarni oyoqlashay dedi. Keyingi qismdan Ariya. Allaqachon tun yerimdan esib ketgan edi. Bugun o'qiymiz degan joydan texi yana oxirgi bir bo'lik bor. Seni seg'indim deyishga tilim ko'yiyotdi. Chunki jon qushlarim hijron naqshlarini tovlayamas bo'lib qolg'ili uzun bo'ldi. Hijron naqshisi 10-qism. Balkim hozir tatliq uyquga ketgansan. Mening ismimni yenik shivirlab tushayotgan holdan nemancha o'moqqa. Ba'zida bu sovuq tomlarning orasidagi zulmat yulduzlarga qarab yetib, seni ashundoq tasavvur qilaman. Mana hozirmi kamerdagi hamrohlarim g'amkin uyquda. Bu yerdagi uyqu vaqtning razil qo'llariga taqobil turishdagi eng yaxshi amal. Lekin ba'zida uni chillabmi, tillabmi keltirolmaysan. Hamrohlarimning xo'rak ovozlari, hasratlik jo'ylishlari menga shu qadar tonish ham yaqinliq. Ba'zida uyqum kelmaganda ularning yepinchisini avoylab yepib qo'ygan vaqtlarimda o'zimni ularning g'amguzoridek his qilib ketaman. Ularga bo'lgan mehrim kuchaygan siri bu muzdek oromxonaga kirmasda ularni so'yamagan qalbim, ularni ko'ramagan ko'zlarim, ularni madilamagan so'zlarim uchun jimjit o'kinaman.
aşı ökünüşlerim içide. Senin balla dese, nurlanıp ketadigan ko'zlaring, o'quvchilaring uchun hasratlik tanadigan qiyofatlaringni eslab, sana bo'lgan mehrim texmo qaynab tashidi. Sig'inchim ochdi. Ashundaq vaqtlarda ixtiyorsiz yaningga ketib qolaman. Xotira o'zilmaydi. Xuddi sana bo'lgan mehrim o'zilmagandek, so'zlarim oxirlashmaydi. Xuddi Tangrimning mehr dunyosidek so'zlarim oxirlashmaydi. Men sovuq tamga yo'linib o'ltirib, sana qaravatıman. Qaravullah yenimdagi kichikkina yo'riqlik uchun menga qaravotidi. Beshimning yana shirin va chinqilib og'rishi tuyg'ularimni asabiylashib talovotidi. Xayriyat. Bugun shunchalik yozay. Qog'inni ati davom qilaman. O'ylimizdagi supida yetib, daryoning yiqimliq shaqirashlariga quloq solg'ach, tun qo'ynida charaqlab turgan yulduzlarni sanab o'tgan ashu tunlar nima degan go'zal a? Shu kunlar. 2003-yil 11-oyning 13-kuni. Allaqachon tun yerimdan eshib ketgan edi. Xotirdagi har bir so'z chekit pashlargacha menga yodi bo'lib ketgan bo'lsa-mu, lekin har qitim o'qiganda yangicha bir xil tuyg'uda o'qiydim. Seg'inish to'lqinlari lang urib turgan kichikgina xonada ikki ayol ona bilan qiz o'xshash bo'lmagan tuyg'u ichida o'rdanatdik. Kuyatdik. Yelidan yilga cheksiga oq sanjilgan onamning ko'z yumish oldida, qizim, bu xotirlar dadamning omonati. Uni egisiga yetkazish endi senga qoldi. Men ularga yuz kelmayman degan so'zlar bilan dadamning nagan-naganda tabassum aks etib qoladigan g'amkin chiroyi ko'z oldimga kelib elib, ko'z yoshlarimni ixtiyorimdan ilib qochmoqda edim. Maqsuda onammi sukut ichida unsiz yosh to'katdi. Lekin uning yoshlari mangziga, etaklariga emas, yuragiga tamatdi, yuragiga oqatdi. Bir-biriga mahkam bog'lanib ketgan uch odam tunning jimjit sohilda o'ltirib, hijron naqsini yangratmoqda edi. Siz ko'rsatgan joylar tugab qoldi. Davomini endi ati o'qiyli. Bugun o'qiymiz degan joydan texi yana oxirgi bir bo'lak bor. Shuni o'qib bo'lib, ondan to'liq qismini atidan boshlab asta-asta o'qib bergin. Senmi gapingda turg'in endi. Bo'pti. Menmi gapimda turay. Lekin ozroq choy ichib olayli. Sizmi charchidingiz? Meningmi tomoqlarim qurib ketdi. Sizga xotir o'qib beraman deb sizni yiqitib qo'ysam, dadam bilan opam u olamda tik turdi-jimi? Men shundaq deb choy akirish uchun chiqib ketdim. Uning yengni yutayotgandek azobli holati ichimni seyirvatgan edi. Endi barliq azob va seg'inish uningga qolgan edi. Hech kimga aytqilib bo'lmaydigan bu hasratning uni yenimdan jimjitli elib ketishiga menmi chidamaydim. Biz choy ichishgach o'ltirib paranglashdik. Uning ko'nglini ko'tarish uchun uni buni deb baqdim. Gap yanada cho'gilab, bir-biriga chambarchas bog'lanib ketgan uch odamga kelib to'xtab qoladi. Tarixdagi oshiq mashhurlarning muhabbatlik hayoti turli mushaqqatlar ichida uncha uzun davomlashgan emas ekan-to'q. Lekin sizlar bu rekordni buzib tashladinglar. Siz bu dunyodagi eng baxtli ayol. Chunki dadam bu umrda birla ayolni sizni so'yib o'tgan. Bu ijtimoiy turmush qaynimida turli besimlarga duch kelib yashaydigan bir er uchun oson gap emas. Dadammi bu dunyodagi eng baxtli erkan. U o'zining yolqinlik muhabbati bilan oxir sizning muhabbatingizga erishdi. Sizmi uning muhabbatiga haslab javob qaytirdingiz. Mana hozir u ketdi. Siz yana uni yod etyapsiz, seg'inyapsiz. Bir erga buningdan ortiq baxt bo'lmas. Amaliyotda onammi o'z navbatida baxtlik. U nimali bo'lmasin, bir erni oxirgacha suyaldi. Uning uchun barliqni atiyoladi. Dadamga qarindoshning, do'stning, ayolning mehrini beraldi. Dadammi ash uzun mezgillik mahkumlikda turganda tag'isi 2 qitim yo'qlab borgan. Boshqa tuqqanlarni necha qitimlab borgan bo'ldi. Ota-onasining berishini xohlamadi. Lekin opamning berishini to'sib baxmadi.
Apamı har qandaq yo'qlash paytini o'tkazib etmadi. Kim onamda qurbonlik bera oladi? U ash fazilatlari bilan hamma odamning hurmatiga, dadamning muhabbatiga erishdi. Ehtimol nurg'un odamlar sizlarning bu muhabbat hikoyanglarni hamoqatlarning o'yini deb xulosa chiqara. Lekin men unda qarmayman. Hozir ashundaq muhabbat, ashundaq sadoqat, ashundaq vafo bo'lmag'ashqa har kim muhabbat haqida o'z bilgancha biljirlab yurishidi. Muhabbatni bugungi iste'molning o'lchamiga bo'ysundirishga tirishidi. Lekin odam ota Havvo onamizdan tortib muhabbatning abadiylik o'lchami bekitib bo'lingan. Men derizdan eslib turgan Hilol oyning chiroyli agmisidan ko'zimni yutkab, so'zimni diqqat bilan anglayotgan go'zal ayolga. Amdil 60 ga yetmay turib, ko'zlari xiralashib, chochlari oqirib, yo'l-yo'l qo'riqlari nurlanib turgan mo'mayga ko'zimni tikdim. Uning tabassum parlab turgan ko'zlarida cheqindab turgan holrang tuyg'ulardan baxtning hasratlik nurlari chechilatdi. Men ziyoda so'zlab qo'ygandek, bir xil o'ng'aysiz holatda uning qo'llarini tutdim. Yaxshi so'zlading qizim. Yetishibsan. Qoyil bo'ldim. Lekin ansiraydig'inim, muhabbatni tushungan odam ko'p hollarda riyosat bilan yashaydi. Sen shundoq riyosatlardan shiroq bo'lg'aysan qiz. Mendan ham yema. Sening xotirjam kunlaringni ko'rsatmay turib, egimiz meni ep ketmas. Chunki yaratquchi seni menga topshirdi. Yana texi kichik o'g'lim bor g'imini qiladigan. Sizlarning g'iminglar meni yashatqizadi. Kichik o'g'lingiz? Undaqda dadam bilan tunji uchrashgan vaqtdagi qayg'ish bola cho'ngima? Shundaq. O cho'ngi. Kichik o'g'lim sendan 4 yosh kichik. Men sana asta-asta so'zlab beraman. Hozir xotirni o'qishni davomlashtiraylik. Boshladim amsa. 2005-yil 3-oyning 19-kuni. Daryoning yengil chaqirgan ovozi tomir-tomirlarimga sening ovozingni qo'yib etgandek vujudimni masxush qilmoqda. Tushdan amdili qiyilgan quyoshning oltin nurlari o'yladiki nashbut olma daraxtlarining yaltirab turgan yopirmoqlari orasidan o'tib derizamdan sho'ng'ib kirmoqda. Bulutlar oldingi necha kunda to'li to'kilib bordimikin, bugun yomg'irdan asar yo'q. Avgustning tinjiq havosidan zerikkan qushlarmi uvullarga jo'nashgan. Men yo'llarning g'amkin tivishlariga quloq sog'inimcha uzundan buyon qo'limga olmagan xotiramni tutib o'ltirmoqdiman. U hayotmidi? Qandaqroq turgandi? Hayot unimi qong'ir qoqishib, holini qo'ymaganmidi? Men uning aslarini qo'chib yurgan u chog'larni eslab qo'yandigandi. O'zim tashlagan savollarga o'zim javob topolmay, sening haliqi abadiy o'chmaydigan yo'g'on rasmingni o'ylarimning to'g'risiga osaman. Seni seg'indim deyishga tilim ko'yiyotdi. Chunki jon qushlarim hijron naqshlarini tovlayamas bo'lib qolg'ili uzun bo'ldi. Seni har qancha seg'insammi, burunqidek ishonch bilan telefon beramayman. Ayolimning ko'zicha ichimdan o't yondirib tinolmayman. Qadrlik attirim, oppoq gulim. Sen mening mangu so'lmas gulim. Bugun bu xotirani yana qo'limga oldim. İçimdeki hammani biroqla to'kavatsam deyman. Lekin to'kamayman. Ehtimol bu sana qoldirgan oxirgi so'zlarim bo'lib qolar. Shundaqdimi g'ayrat qilib demakchi bo'lganlarimni tushirib qo'ymaslikka tirishaman. Men jazo muddati to'shib uyga qaytib kelgan kunning atisi sana xotir qoldirgancha hech nima demay jimib ketdim. Chunki oldimda meni yangi bir turmush kutib turardi. Ko'z oldimda meni kutib turayotgan masalalarning ko'pligi dilimni asdi. Men nemali qilib bo'lsin, menga umid bilan qarab turgan bir oilaga mas'ul bo'lishim kerak edi. Yashinib qolgan ota-onam, tog'amning ayolini homiyligimga elib, ularning holidan xabar olishim, balliq burchimni ado qilishim kerak. Tog'am bo'lgan bo'lsa, mening nurg'un mushkullarim osonga to'xtaydi. Lekin hozir yolg'izman. Mendek peshonasiga ansilinib chiqqan odamga chiqsamla qiladigan ishlar nada turibdi. Uningga bir jarayon kerakkan. Shuning bilan men
turmushning g'ami ichiga beshimchilab kirib ketdim. Sana aytish to'limi tas to'xtayotgan yana bir masalamo yo'q emas edi. Men qizimning opasi bilan yarashib oldim. Ilgari sen yarashib eling deb shuncha deganda men qo'shilmagan edim. Lekin taqdirimiz aslida billa o'tishga pichilgan ekan. U mening dardimni jiqtatdi. Men uchun nurg'un badallarni to'ladi. Qizimga mening yo'qligimni bilindirmadi. Mening quyoshsiz ashu kunlarimda uning meni yo'qlash uchun qanchalik jafo tortganligini u o'zi biladi. Men uning unsiz muhabbatidan ta'sirlanmay turamadim. Uning yana jafo chekib o'tishiga chidab turamadim. Biz oxir yarashib oldik. Uning yangi kelinchakdek echilib ketgan chehriga qarab, o'zimning odam bo'lganimdan tunji qitim so'yindim. Vujudimda sen tinimsiz kuyib tursangmi, men uning ashu go'zal, uzilmas muhabbatini qabul qildim. Yeshimiz bir yerga borgan bo'lsa-mu, qanchalik yashayalsak, uningga shunchalik xushallik beray deb o'yladim. Shunga jenim, bu xotirini olamadim. Seni izlab boramadim. Lekin hozir nimjonman. Boshqalarga xushallik berish tugul, o'zining huddisidan aran chiqayotgan nimjon beliqman. Hayotlik ko'lchikimdagi suvning tugishiga bakla oz qoldi. Lekin men bu suvni o'zim quritib, barliq ishlarni bir yo'li oxirlashtirishni qaror qildim. Shunga sen bilan oxirgi qatim mungdishib olishni istadim. Demakchi bo'lganlarimni to'liq deyalamdim yo'q, bilmayman. Yezib bo'g'icha qalamning qo'limdan tushib ketmasligi uchun Tangrimning himmatiga sig'inib o'ltiribdiman. Ey go'zal farishtam. Men bir oshiq edim. Sening xazon bo'lgan bargingacha so'yib kelgan bir maftunkor oshiq edim. Sana shaydoliqimdan sening har bir tevishlaringni, har bir tovushlaringni, har bir nafaslaringni ko'zdatdim. O'zimni zulmat ichiga yoshirib turib, sana shaydoliqimdan sening har bir tevishlaringni, har bir tovushlaringni, har bir nafaslaringni ko'zdatdim. O'zimni zulmat ichiga yoshirib turib, shuncha uzun yillar ashu bepoyon jazirangda visolingni izlab o'tib ketdi. Sen hamdala muhabbatingning himmatlik olqinini ochqiningda men yeningda bo'lolmadim. Sana po'raklab turgan jarohat gullarni hadiya qilib qo'yib, o'zim unsiz yo'qolib ketdim. Yo'qolib ketishim hargiz sig'inmaganligimdan emas edi. Men so'g'uq tomlar ichida turib, sening ruhingga qo'shilib ketgan edim. Ashu qo'shilishda sening yo'limga talmirib o'tkazgan tunlaringni ko'rdim. Yulduzlarga aytib bergan naqshlaringni angladim. Shamollardan yo'llagan o'tliq lirikallaringni angladim. Ah, jinim. Birdam chida. Yana bir oz chida. Malikamga men texi hech nima demadim. Uning nozik qo'llariga so'ymadim. Uning seni sarson qilgan maftunkor lavlariga qenib so'ymadim. Yuragimdan tomchigan uyul qonlardan uzilmas rishtimizga kirib kim bilan o'tkazgan qip-qizil marjonlarimni uning oppoq bo'yniga esib qo'yamadim. Uning talg'an, taljiqqan uchsini biror qitim va oxirgi qitim bo'lsa-mu, texi muhabbat bilan tutib qo'yamadim. U texi mening uning uchun yozgan naqshlarimni anglagani yo'q. Uning nozik bo'ylarini agib o'ynagan usulini ko'rgani yo'q. Shundoq bularning hammasi bo'g'ini yo'q. Lekin tushlarimda bo'lsa-mu, ashu armonlarimga yetib olay. Meni bir oz oromimda qo'yinglar. Ey jon qushlarim, bizga daxli qilmanglar. Quluqim sizda, deyting nozliq erkilab telefonda so'zlashganlarimizda. Ilham quluqingning menda ekanligini bilaman. Gapim chechilib ketyapti. Beshim chinqilib og'rib, ko'z oldim qorong'ulashib ketyapti. Sana deydiganlarimni davosamla bo'ladi. Qo'limga endi qalam ololmaydiganligimni bilaman. Go'zal malikam. Qizim bu yil oliy maktabga o'tdi. Onasi tayyorligini qildirman deb uni yetlab yurdi. Bir kunlarda u oldinga berib qolsa, uni to'nasammi? Meni so'ygan bag'ringni uninga ocha olasammi? Men shundoq ham xiyolni qilaman. U qandoqmi yeninga bora olsin? Uning sana qandoq hissiyotda ekanligini bilmayman. Lekin qalbining bir yerlarida seni saqlab kelayotganligini bilaman. Chunki u necha qitim seni so'rdi. Sening men yo'q ashu yillarda o'ziga avatgan to'lg'an kun sovg'isini ko'rsatdi. Lekin
uning kallasida turib qolgan yo'g'on savol belgisi mendan javob ololmagancha turib qoldi. Ehtimal u belgi asta-asta yo'qolib ketdi yoki borgan sari zo'rayib uni javob tepishga unda. Mayli u qandoq javob topsin, bizni hamon tushunadiganligiga ishonaman. Gapim sal qiyib ketgandek qiladi. Hayajonlanyapman. Bu hayajon sana bo'lgan shirin qiydashdan bo'layotamdi yoki seg'inishdimmi bilmayman. Men shuncha yildan buyon sendan biror qatim og'rinib boqmagan edim. Sendan ranjimagan edim. Seni ayblabmi boqmagan edim. Lekin shu topda seni tunji qatim va oxirgi qatim aybligim kelyotdi. Aytqina cho'lpon yulduzim, biz ashu cho'ng shaharda uchrashgan, jon tanlarimiz olamni mahliyo qilgan ashu chaqda sen nima uchun eringning 1 yil avvalla seni tashlab boqiy olamga ketib qolganligini aytmading? Acaba shu chaqda meni so'ymamding? So'yman deganlaring yolg'onmidi? Biz to'y qilaylik. Keyingi ömrimizni birga o'tkazaylik degan o'tinishlarimni nurg'un o'rinliq bahonalar bilan rad qilib kelgan edim. 11-qism. Bilaman. Sen bu ömrіңде xushal kulib boqmading. Ashu kichikkina ömrіңni seni o'rab turgan chambaraklarning mangulik aylanishi uchun sarf qilding. Axloqning muqaddas ahkomlari oldida o'zingni har qancha tamkin tutsangmi, ichilib qilayotgan jarohatlaringni yopalaytdingmi? Ey bechora notivan gulim, qandoq toqatdi u sendiki? Qandoq badaldi u ruhingdiki? Senmi insonga oxir? Kechirgin. Seni ochiq bilan ayblashlarimni kechirgin. Mendan beshingga kelgan kunlarni yushurg'ining uchun yuragim og'ridi. Haqiqiy ahvolni bilganimda yo kulishni, yo yig'lashni bilmadim. Hech nima deyamaydim. Burunqidek oldinga seni izlab boramaydim. Ko'chaga chiqsam, hamma odam xushal-xuram yashayotgandek bilinadi. To'y joylardagi kishilarning qiyoqas cho'qonlari, Eid bayramlik yig'ilishlardagi jam bo'lish xushalligi mening sensiz hayotimga shodlik beradigan emas. Bilaman. Muhabbat hayotning hammasi emas. Faqat ashu birla muhabbatga qadilib, shuning uchun hayotni badal qilib yashash eng bechora yashashdir. Lekin bir-birini chin dilidan sevishadiganlarning visolsiz o'tgan hayoti texmi bechora bo'lsa kerak. Bilamsan, Lola. Qismat meni xohlagancha ko'ldirlatdi. Boshqa bolalar bolliqini g'amsiz, xushal o'tkazsa, men sargardonlikning mudihish tunlarida tinab yurdim. Uning jarohatlari butun hayotimni nobud qildi. Qilgan har bir ishlarim, bosgan har bir qadamlarim hamon xayrlik bo'lmay keldi. Qadrdon tog'amdek erkakcha yashashga intildim. Lekin oxirgi hisobda olqinimda qolgani yanala qonliq ko'z yoshim bo'ldi. Ashu qatimliq mashina hodisasi mening keyingi hayotimga ajallik zarba bo'ldi. Hozirmi u ochiq, azobli aslimini o'ylab qilishdim qo'rqaman. Tog'ingizning kesili yana qo'zg'alib qoldi. Doktorxonaga. Xon opamning ashu gapi hozirgidek esimda. Men rolni mahkam tutqanimcha mashinamni choptirdim. Yurak. Nemanchi og'riydigan shu yuraklar. Kallamda tog'amni doktorxonaga opirishdan iborat birli xiyol. Uning sarg'aygan hasratlik chiroyi, tishini mahkam tishlab og'riq azobidan to'lg'inib yotgan holati bilan xon opamning tamtirab, pirqirab yurgan qiyofati ko'z oldimda meni sarasimga selib turardi. Shunga tezroq mengishni o'ylaydim. Surat bu orliqda mengish belgilangan cheklimidan allaqachon eshib ketgan edi. Astaroq ma'ayli, har holda tinchlik afzal. Mashinamda o'ltirganlardan birining bu umrda qilgan oxirgi gapi shu bo'lsa kerak. Men ularga o'ng'aysiz bir holda qarab qo'yib, ahvolning jiddiyligini aytdim. Ularmi boshqa hech nima demagan edi. Mashinam ushqandek chopmoqda. Yo'llar meni yalmab yutmoqda. Meni qisib turgan ansizlik, tashvish chipildab tarlimoqda edi. Tuyuqsizlar yon tarafdagi kichik yo'ldan bir motosiklet chiqdi. Ko'zlarim bir bir ayolni ilg'i qilib, to'rimizni dassab bo'g'icha mashinamni chaqib, allaqachon ularga urilib bo'lgan edi.
Mashinadagi qiyochiya ovozlar bilan o'lim degan so'z quloq tubimda jaranmaydi. Put-qo'llarim titrab, o'zimni qorong'u o'nkirga kirib ketayotgandek his qilmoqda edim. Rolga shuncha pishiq turib, to'rimizni dasidim deb, moyni dasab sog'inimnimi bilmay qopdiman. Sho'r peshonilik. Shu daqiqada yo'lning chetiga to'xtatib qo'yilgan g'oyat zo'r shirdek yuk mashinasi ko'zimga ilindi. Qulqimga urilgan dahshatli ovoz sening o'zim sizgan yo'g'on rasmingni ko'z oldimga yoydi. Men sana qaraganimcha tabassum qildim. O'shimga kelsam, doktorxonada yetibdiman. Biz qo'l tutishgancha daryo bo'ylab yugurib ketayotgan edik. Tuyuqsiz putlashib ketdim va cho'chib ko'zimni ochdim. Azap bilan, achchiq bilan, nafrat bilan to'lgan ko'zlarni ko'rdim. Hasratli ko'zlardan hayotning tugimas qimorlarida texi ko'rdiganlarimning tugmaganligini bildim. Azapli ko'zlardan kechmishlarimning qon sirg'ib turgan oyoqlarini ko'rdim. Nafratli ko'zlardan ikki jonga qarzdor ekanligimni ko'rdim. Hayotimda hech ma'no qolmagan edi. Arzimas bir odam edim. Qandoq bo'p ömür bağlarını gülütüp yaşayotgan bir odamning beshiga chiqdim. Yana qolgan yordar bo'lganlarchu. Men nemishqa o'lmadim. Men qaysi gunohlarim uchun shuncha azoblarni tatqudakman. Men asta ko'zimni yumib oldim. Hech kimga hech nima demadim. Barliq mas'uliyatni ustimga olaman. Ularning talabiga qo'shilaman. Dedim men mening dilorimni tutgan saqchiga. Shunda qilib men jimjitla so'g'uq tomlar orasiga qo'shilib ketdim. Ashu mushaqqatli kunlarimda men seni unutmagandekla qizimning onasi yenimdan ketmadi. Shunga uning oldimda yoshlarini eqitib o'ltirib, sening qizimga avatgan sovg'atlar bilan birga kelgan xatlaringni mendan yushirganligini qandoqmi ayblay? Uning xatini o'qigan, erining ollabirin tugab ketganligini bilgan odam nemishqa menga demiding deb qandoqmi ayblay? Yana kelib, men hozir nimjon bir odam. Onunğa nisbatan tilimda o'rkashlab turgan tashakkur so'zlardan boshqa hech nima yo'qligini his qildim. Lekin u yanala muhabbat emas ekan. Sen jadugar bo'g'imiting, meni shuncha banit qilib og'udak. Bilmadim. Seni farishtam debla keldim. Rastalla jadugar bo'lsangmi, bu laxti yurgimning o'xshashla eng qabih sehrlaringni so'yib qilaverdiganligiga ishinaman. Balkim nimjon bo'p qoldim degan so'zlarimni tushunamay qolgansan. Aslida sana hech nima demaslikni o'ylagan edim, lekin qalbim bunimi qo'ymaydigandek qildi. Uzundan buyon beshimning tutqoqliq og'richi meni bakmo bearam qilib kelgan edi. Yaqinda yana bir qatim qattiq og'rib ketib, uydagilarning zo'ri bilan tekshirtgan edim. Men hamda o'sma borgan. Davolash vaqti asosan o'tib ketibdi. Operatsiya qilgan holatdami umid bak osgan. O'simlik odam bo'lib qilish ehtimolimi bor ekan. Men doktorning so'zini anglab, birdilla zimmamdan ig'ir bir yukni elib o'tgandek yengillab qoldim. Yerimi uzun yashab ketgan edim. Ayolim bilan qizim kichikina umid bo'lsa-mu davolatili deydi. Ularni operatsiyaga tavakkul qilg'isi bor. Ularning xiyolicha uyni setib bo'lsa-mu meni bu halokatli taqdirdan qutqizishga urinmoqchi. Qizim o'qishdan voz kechmoqchi. Men shunga arzimdaman. Balkim oddiy odamman. Hayotda hech qanday ortiq talabim bo'lmaqmidi. Lekin ashu yashashdagi eng aqalli, eng oddiy talablarimni hamon rad qilinib keldi. Men qaror qildim. Meni azoblarim bilan bog'lab kelgan hayotdan endi mehrimni o'ziman. Men oilamdagilarning meni deb yana haraj tortishini xohlamayman. Texmo ig'ir qarzdorlik tuyg'usi ichida yashashni xohlamayman. U tuyg'u seni mendan yiroqlashtirib ekan. Sen mendan yiroqlab ketgan kunim, hayotlik iznolarim jimjitli o'chgan kunim bo'ldi. Shu topda qandoq azobli tuyg'uda ekanligimni his qila olamsan. Balkim his qila olmaysan. Kunda sahar turib, beshimga yiqilib turgan g'amtog'larni unutilib, kulib turgan quyoshning huzurini surib bo'g'icha avval ko'zingga cheliqidigini azob, ich og'irtish, esdashlik aks etib turgan chiroyli ko'zlar.
Мен texmi ig'irlab ketib, hech nimani bilmas bo'lib qolg'icha, yiltizi allaqachon bo'shab, qurib qaqshal bo'lib kelayotgan hayotlik daraxtimni o'zimni yiqitoy deyman. Qo'limdagi bu dorini issamla, men untinsiz bu hayotlik bilan xo'shlashaman. Lekin sana tortishib kelyapman. Shu aslamalarimizga tortishib kelyapman. Sana xo'sh deyishni muvofiq ko'rmadim. Chunki bu so'z seni mendan tortib yiroqlarga elib ketayotgandek bilinadi. Bilamsan, ey notavonim, men u olamdami seni suyib o'tishni xohlayman. Sendan ayrilish oldida hayotimdan bir yakun chiqarg'im kelib qoldi. Bu yakun muhabbat, muhabbat, yana muhabbat. Shundoq. Sen bu qisqig'ini umrimdagi shamchiroq. Men zulmat aro nuring bilan yo'l tepib mang'uchi. Mening hayotga, qarindoshlarimga, qavmimga bo'lgan muhabbatim ashu sahardagi shabnamdek pok. To'g'riq yiltizlardek mustahkam. Mahbubaning tevishlaridek go'zal muhabbatimga singib ketgan. Seni so'yib qolganligim mening baxtim. Men ashu baxtning quchqida ko'z yumaman. Xotirini yopdim. Uning tamkinligi buzilgan edi. Ichiga quyilib ketgan ko'z yoshlari endi toshqin bo'lib to'lqinlamoqda edi. Men uning o'ksishlardan yengil titrab turgan mo'ralarini tutib, oqirishga boshlagan sochlarini siladim. Nima deb tasalli berishni bilolmay, ixtiyorsiz tamtiraytdim. Bichorlar. İçimden bo'g'ilib chiqayotgan yig'a meni bemajal qilmoqda edi. Shundaqdimi, men Maqsuda onamning oldida bardam turishim. Hech bo'lmaganda u bu reallikni qabul qilib bo'g'icha bardam turishim kerak. U ko'ksimga yuzini yoqqancha meni mahkam quchoqlab, o'ksib yig'ladi. Men xiylig'icha jimjit turib, uning ichini bo'shtib olishni kutdim. Aşı chaqda derazaga yo'linib turgan oyning daldisida menga cheksiz rozimanlik va minnatdorlik bilan qarab turgan dadamni ko'rib qoldim. Uning qo'llarida oppoq echilgan bir dasta atirgul bor edi. Soat qo'ng'irqining ansiz jiranglishi bilan uyg'onib ketdim. Maqsuda onam karvat bo'yida kiyimlari butun o'ltiratdi. Biz uxlashga yotgan vaqtda cho'lpon ko'ringan edi. Men uning kiyimlaridan kechining qolgan qismini uyqusiz o'tkazganligini bildim. U alazal bir soatlardan keyin o'rindan turdi. Putlari uyushib qolg'ashqa midiriltolmay yo'lab yurib aran turg'izdim. Bir kechidala u ko'zimga uruqlab, vejiklab ketgandek, orlab oqagan sochlari biroqla oqirib ketgandek tuyulib ketdi. Lekin o'zini xiyilli tutib olgandek qiladi. Biz untinsiz nashta qildik. Nashtadan keyin u menga o'tinish bilan keskin holda shundoq dedi. Qizim, safardan yengil kelsang, ardingga chiqmay turib, seni yana safarga zo'rlaydigan bo'ldim. Nega borma? Sen emas, ikkimiz. Ikkimiz? Shundoq. Ikkimiz. Faqat ikkimizla ota-onaning tuprog'ini yo'qlab kelayli. Meni bil opag'in. Yo'q, sizning salomatligingiz yor bermaydi. Meni ansiratmang. Uning ustiga hozir havo shuncha sovuq tursa. Qizim, ashu niyatni dilimga solgan egam menga yetarlik kuch-quvvatni bera. Men qaror qilib bo'ldim. Biz safar tayyorligini qilayli. Ma'qul demaslikka chorasiz edim. Uning safar ustida bardoshlik bermay qilishdan tashvishlansam-mu, uning ko'nglini yada qo'yolmaydim. Biz jiddiy tayyorlik qildik. U yanada shundoq serak edi. Hatto u yerga borganda olmodis bir ish bo'lib qolsa deb, bolalarga vasiyat shaklida xat qoldirib qo'yishni unutmagan edi. Yelimi yaxshi. Bugunmi bizning yurtga boradigan navbatchi avtobus bor ekan. Biz tezda yo'lga chiqib ketdik. Charchab qolasizmi? Mendan g'am yema qizim. Sen yenimda tursan.
Sana bir gapni desem qo'rqib ketma. Ağlamadız ta'limga u yerga borganda bir ish bo'lib qolsam, meni bu yerga qaytirib akanmay, dadang bilan opangning yeniga qo'yinglar. Bu sendan o'tinishim bo'lsin. Tinch aman kelalisam, sen bilan pat-pat berib, ularni ko'zim yumulg'icha yo'qlab turaman. Meni unda qo'rqitmang. Navati bir ish bo'lib qolsa, men bolalaringizga nima deb tushundirma. Tinch aman kelgil nasib bo'lsin. Ichimga kirgan bir qo'rqinch barmoqlarimning uchigacha og'irtibdi. Mening hammadan bak qo'rqadiganim uning o'g'illariga javob bermaslik emas, Maqsuda onamdanmi ayrilib qolish edi. Avtobus ushqandek chapmoqda. Men tunugin meni so'g'ib qarshi olgan bu suyimli shaharni orqamda qoldirib, yana qaytib ketyapman. Ehtimol yana necha kun ichida qaytib kelaman. O chaqda meni qanday qarshi olarkin? Qizim, sen u yerga berib elibla, men bilan qaytib kelmay turibsan, ha? Xiyol ichida ketayotgan Maqsuda onam tuyuqsiz shunday so'rdi. Tova, nimancha tuyg'undi u? Dedim ko'nglimda uning g'amkin chiroyiga qarab. Uningga borgan sir ichakib ketayotganligimni sezib Rostdanla jodigar bo'lsangmi, bu laxti-laxti yuragimning o'xshashli eng qabih sehrlaringni suyib qelaverganligiga ishonaman. Endi sizni yolg'izlikqa tashlab bermayman. Men sizni yaxshi ko'raman, ona. Men Nasima va opsi Alfira ovozda Gülara Sadir, Zihrulla ovozda Sami Obul, Maqsuda ona ovozda Amangul Abaydulla, Arslan va Zihrullaning tog'isi ovozda Abdusalom Qodir.